Assalomu alaykum azizlar. Hozir Xorazmda Xivasdamiz. Hozir akalardan Anjon Shevani 3 ta gapini eshitamiz. Qani ketdik. Hormaylar. Assalomu alaykum. Hormaylar aka. Aka biz o'zimiz Andijondamiz. Andijonda eng zo'r gaplardan 3 ta so'zda aytib o'ting aka. Jijja eng mashhuri. Jijja? Ha, ozgina degani. Jijja. Jijja. Endi oshnani ashna deydi. Mashalloh. Ashnaqa, mashinaqa, aqabaqa Yanachi? bo'laveradi. Bo'laveradi. Yana ozgina qoldi. Yana bitta zo'r gaplarimiz qoldi. Eng trend o'layotgan gaplar. Sizlar ham eshitinglar. Eng trend o'layotgan gaplari ashna, ashaqadan mashaqqa. Lekin aka, sizlar o'ylagandek anjalilar kiydirib ketmaydi, shuni bilasizmi? U quruq gap xolos aka. Aka, mana boshqa omimiz tomonidan bek ota halol va go'sht mahsulotlaridan sizlarga ham tavsiya qilib qolaman aka. Yaxshi ishlaylar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hop, tinch bo'linglar aka, rahmat. Hop, rahmat aka. Hop, tinch bo'linglar.